Voy biля, Dalboyevlar oilasi xush keldik. Qo'y ketasiz. Dalboyev muxlislari bilan ko'pda. Bizi oilamizni bilganlar keldi dadasi. Dalboyev muxlislarimiz ko'p. Dalboyev oilalariga Dalboyevlar muxlislar bo'ladi deydi-yu, shunaqa ishlar. Shunday. Dalboyev muxlislarimiz ko'p dadasi. Shu erisom sistemini biladimi deyapti. Aytib bersinmi? Dadasiniki. Aytib bering shularga. Bo'ling. Negativlarni o'qimaymiz. Somsani ta'mini, boshqani ta'mini o'zi bilsa bo'ldi. Qolganlarga aytish shart emas. Oilaviy sir u. Turmush o'rtog'im o'sha o'syapti. Sizda o'sish bor dadasi. Вообще o'sish bor. O'shancha sevaman-da sizni. Islom akachi sevgimizni buzyapti dadasi. Qasam degiz, havasim keldi deb voy bilan. Bu Dalboyevlar oilasiga havas keladiganlar bor ekan. Sevgimizni ko'rolmagan ko'tlar ham ko'p. Bizni sevgimiz qaysi ko'tga kerak edi? Ha, avayga. She'r aytib bering bitta. Boshlang. She'r bilmayman-da, onasini sizga maktabda ham o'qimaganman, bular koridorda bitirganman. Asda diplom hammasi ikki onasini sotay. Ko'tsiz dadasi, ko'tsiz. Pislik ko'tsiz. Bir om siqishdan ular 5 balog'am bor. Ishqib uni bilasizmi? Ay, onasini esa. Siz tishingizni ko'rsatingchi, bugun yudingizmi? Tishim nima har kuni yuvaman? Har kuni yuvasiz? Tilingizchi? Yamma yo'q. Qo'pollashmaymiz. Yo'q. Men prosta so'rayman. Ko'p ishlamaganmi? Ko'p. Onasini sizga demasdan so'kiningda, dadasi boshqa narsalarda so'kining. Ko'chishga borib, bir narsani qilib olaman, onasini sizga deb yana so'kinsizdimi? Rostdan ko'tib qo'yaman. Azartimdagi yomon kuchli. Nimaga azar kuchli? Siqishgami? Bilaman. Bala ko't, seks dema boshlama, dadasi desam. Yo, endi azar kuchli desa hamma odam har xilda, endi men ko'proq o'sha narsani tushunaman. Urushishga. Urushishgami? Negativlar, yomon narsalar men haqimda erimga aytib qo'ymanglar, neday bu. Tashab ketadi bu kishi. Shoshmayapti, intervyu beryapman. Aka, savollaringizni bering, men savollarga javob oilaviy Dalboyevlar nomidan javob beramiz. Bunda o'sish bor, bu so'kinishni o'rganyapti. Cho'chog'ini kesib qo'yishim kerak. So'kinmaydigan cho'chaq yoshligida cho'chaq qo'ygan, hozir boshqa narsa. O'shada mayagida mahkamroq ushlab qo'yishim kerak. Erim so'kinyapti. O'zi ancha bu yerda ushlamaganiga onasi. Anaqa nejniy takoy emas, anaqa jo'stki qo'llar bilan ushlayman dadasi. Yo, tag'in ushlayman deb sug'urib olib onasi mensa men buni yerda. Sassiq mayagingni sug'urib olib nima qilaman? Jindiraman. O'zingdan boshqa hech kimga kerak emas. Siygani yarab tursin-u. Pastagini o'qing dadasi. Negativlar yozmanglar. Jon to'g'ri yozinglar. Oila buzar bo'lmanglar. Qo'shadi, Dalboyev erimga shuni eslating bilan. Boya kunichi dadasi, mana bu aka osh bilan kvartira deganda meni tekinga tashab ketdingiz. Dindan qo'y hammangga deb. Xotin kerak emas menga deb. Bir qo'llab tartaman boru. Endi siz cho'chamiz bor-da aka. Cho'chamizni berib turing bo'lmasa. Boltni rezbali bo'lganda berib turardim. Eringiz oshga almashtiraverdi-ku, eringizni olib olib kelardingiz. Yo, bu yer turgan joyini kesib olib taragan, kimga bergan bilmayman, shuni izlab yuribman.